Assalomu alaykum barchaga. Men bugun sizlar bilan o'zimni avvalo tanishtirib, erishgan yutuq natijalarim bilan bo'lishmoqchiman va o'ylaymanki bu yo'l manfaatli bo'lib, sizlar ham bundan foydalansalaringiz, inshaalloh juda ko'p qiynalish shart emasligini, bu narsalarga oson erishish mumkinligini kalitini ulashmoqchiman. Eng avvalo, ismim Shodmonova Ra'no, yoshim 34 da, 7 ta farzandning onasi hisoblanaman. Baxt borasida, turmush o'rtoq borasida, baxt umuman ayol kishiga tegishli bo'lgan har qanday vaziyatlarni yutug'iga erishganman deb bemalol ayta olaman. Faqatgina bittagina oldimga qo'ygan maqsadim moliyaviy erkinlikka erishish menda judayam qiyin tuyulgan edi, lekin buni ham kalitini topdim. Izlanib oxiri bu narsani topganimdan keyin xuddi mana shu tarzda O'zbekiston xalqi uchun bu narsani ilinishni xohladim va insonlar menga o'xshab yillar davomida qiynalmasdan bu narsani osonroq yechimini ko'rib, osonroq erishishlarini xohladim. Eng avvalo, sog'lik borasida judayam sog'lom tanam, har tomonlama sog'lom va 7 ta farzandim bor. Turmush o'rtog'imning suyukli rafiqasiman. Biz hayotda oddiygina turmush o'rtoq emas, jo'ra, xuddiki partnyor jo'ralardek biz. Ular meni o'rtog'imdek, ular meni o'rtog'idek. Xo'jayin yokida ishchidek emas, yokida bo'lishi mumkin-ku bir xillarda turmush o'rtoqlarini xo'jayin deydi, xuddiki qafasda turgan ayoldek o'zlarini ko'rsatib. Yo'q, menda unaqa emas. Umuman erkim judayam qo'limda, faqat bittagina erishalmagan narsam bor edi. Juda unga harakat qildim, intildim va bu narsaga erishdim. Faqat hozir ilk kunlaridaman. Asta-asta inshaalloh Allohning izni bilan bu narsaga ham kirib keldim. Farzandlarim sog'lom, Allohga behisob shukr. 3 nafar o'g'il farzandim, 1 nafar qiz farzandim bor, 4 ta bilaman. 7 ta farzandim bor deb aytdim, lekin 7 ta farzandimdan Allohning izni bilan, Alloh taoloning xohish irodasi bilan 4 nafari qolgan 3 tasi tug'ilgan, yashagan va Alloh o'zi umrlarini qisqa qilgan ekan, ularni olgan. Lekin hozirgi kunda men mana shuni ham shukrini aytaman. Behisob shukr. Alloh taolo hech narsani beizn qilmasligini bildim. Bu narsada shuki, avval fikr, ketin jism degan bir shunaqa dunyo qonuniyati bor. Bu juda to'g'ri, judayam to'g'ri. Alloh taolo avval bu narsadan nima dalolat? Alloh taolo avvalo insonlarni o'ylab, ana undan ketin yaratgan. Buni isboti esa har qaysimizda barmoq izlari hisoblanadi. Hattoki dunyodan o'tib ketgan insonlarda ham, yokida hozirda yashayotgan insonlarda ham, hattoki egizak farzandlarda ham, yokida ona bolasinikini, bola onasinikini, hech kimnikini takrorlamasligini butun dunyo jamiyati tan olib qabul qilgan vaziyat hisoblanadi. Mana bundan dalolatki, Alloh taolo avvalo bizlarni o'ylab, ana undan ketingina yaratgan. Alloh taologa hokim emas, prezident emas, Alloh taolo bizlarni o'ylab, ana undan ketin yaratgan. Demak, har qaysimiz Parvardigor olamni, Robbil alaminni hifzi himoyasida, uni yaratgan g'oyasida biz. Demak, bu narsadan ma'lumki, oldimizga qo'ygan qanaqangi muammoyimiz bo'lishidan qat'iy nazar, buni yechimi bor degani. Bunda yechim bor. Bu judayam oson, faqat ozgina vaqt va o'quv kerak bo'ladi. O'quv. O'sha vaziyatimiz uchun darslik olgan darsligimizni anglashimiz kerak bo'ladi. Mana bu vaziyatga yumshatish uchun, oson yechilishi uchun, Allohdan yechimini so'rash uchun bizga ozgina ilm kerak bo'ladi. Buning uchun bilaman, menga bu 34 yil ichida kelmagan sinovlar bo'lmadi. Juda ko'p qiyinchiliklar boshimdan o'tgan, judayam ko'p mashaqqatlar, yo'qchiliklar, farzandimni navbat bo'lganligi bilan sinalganman. Eng yaqin insonlarimni mendan voz kechishi bilan sinalganman. Hammasidan eson-omon, chiroyli o'tib, hozirgi kunda judayam baxtni eng cho'qqisida va sog'likni eng yaxshi chiroyli joyda, alhamdulillah, Allohga behisob shukr va moliyaviy erkin ayolman deb o'zimni bemalol ayta olaman. Bu narsaga erishish uchun ilm kerak ekanligini birinchi o'rinda ta'kidlab o'tmoqchiman. Insonga eng kerakligi, eng foydalisi bu ilm hisoblanadi. Agar
chekkadan kelib kimdir sizga aytaylik Uhud tog'idek keladigan katta boylikni bersa ham, agar Alloh taolo taqdiringizga yozib bu narsani nasib qildirmagan bo'lsa, buni berganini foydasi yo'q. U baribir sizga yaxshilik uchun yokida niyatlaringizga yetishishi uchun xizmat qilib bermaydi. Qachonki Alloh taolo u narsani bizga muborak qilib, xayrli qilib taqdirimizga yozgan bo'lsa, hattoki kichkina bir kapalakdek boylik berganda ham u narsa barakotli va chiroyli kelishini anglab olamiz. Xo'p, buning uchun bizga ilmni qaysi tomonlama, qaysi yo'nalish bilan ochilishi kerakligini sizlarga ta'kidlab o'tmoqchiman. Avvalambor inson o'zini kim ekanligini, nima uchun yaralganligini, qaysi vaziyatlar unga tegishli ekanligini, Alloh taolodan dunyoga yaralishidan avval qo'l qo'ygan vaziyat, aytaylik shartnoma. Hammamiz, har bir inson aslida shartnomaga imzo qo'yib, xuddiki hozirgi bizni tilimizda endi lavhul mavhuzda yaralganimizda ilk bora inson 5 dunyoda yaralgan ekan. Buni eng ilk borasi Odam alayhissalomni belini Alloh taolo silaganida, o'zini qudrati bilan sinagan vaqti chiqqan har qanday ruhlar Alloh taoloni san Allohimsan, san Robbil alaminsan deb tan olib, unga bergan va'dasi bilan yaralgan dunyomiz. Ikkinchi dunyomiz onamiz qornidagi dunyomiz. Uchinchi dunyomiz bu tug'ilib yashab hozirda mavjud ekanligimiz. To'rtinchi dunyomiz qabr dunyosi va barzax olami va 5-dunyomiz jannat yoki do'zax qilib belgilanar ekan. Mana shu narsani biz qachonki anglab, bilib, bu narsani yechimini topib, bu narsaga chiroyli yechim berib o'rganganimizda kelib chiqadiki, sir-sinoatlar nima qilsak, nima bo'lishi kerakligi kaliti kelib chiqar ekan. Mana shuning uchun men hammaga tavsiya qilamanki, 2026-yilda Alloh taolo har bir insonni o'zini qudrati bilan, ayniqsa o'zbek xalqimni, o'zbek elatini, o'zbek millatini har qanday chuqur tushib ketgan muammoli vaziyatlardan qutqarishini, har bir insonga go'zal, chiroyli ilm ulashishini xohlayman. Alloh taolo o'zini yaratgan insonlarini ichida suyukligi bu ilm bilan ularni taqdirlagan insonlar hisoblanar ekan va har bir insonlarni mana shunday inson bo'lishini juda xohlayman va tez orada kreditlardan, tez orada ko'paygan ajrimlardan, tez orada pulli kelgan muammolardan, dardu xastaliklardan butunlay qutulishni O'zbekistonim uchun, ahli dunyo uchun so'rayman Alloh taolodan va gapimni chalg'igan joyimdan davom ettirmoqchimanki, ilm bilan ko'p narsaga erishish mumkin ekanligini bilib qoldim. Bu jarayonda ilm bilan ko'p narsani inson qo'lga kiritish mumkin ekanligini bildim. Alloh taolo aytar ekanki, ey bandam, bu dunyo faqatam xo'ruzorliklardan, yetimgarchiliklardan yokida muammolardan, hech kimni qaramasligidan yokida bir qiyinchilik, azoblardan, uqubatlardan iborat emas. Dunyoni sening uchun yaratdim-ku. Dunyoni sen uchun yaratdim. Jirafaga boq yokida yo'lbarsga boq, unga qara. U har bitta o'sha chiziq yo'llarini Alloh taoloni izni bilan, har bitta tuki bilan ishlagan. U uni u qadar go'zal ekanligini bilmaydi. Faqat insoniyat bilishi uchun, buni fahmlashi uchun, anglashi uchun yaratdim. Tog'larni balandligiga, viqorliligiga, bulutlarni go'zalligiga, vaqtida yomg'irlarni paqir-paqir qilib quymasdan tomchilatib yog'dirganiga boqmaysanmi? Hammasi sening uchun. Yaratgan konsert dasturlarim, hamma insonlar konsert berishlari bor-ku, to'yi tantanalar, hammasi insoniyat uchun. Lekin biz o'zimizni kuchli ayblavagan kunlarimizda, muammolarni o'zimizniki qilganimizda Alloh taolo buni bizga taqdim qilib sovg'a qilar ekan. Inson xuddiki labirintni ichida yaralar ekan, mana shu 3-dunyosida, ya'ni ona qornidan tug'ilgandan keyin xuddiki labirintni ichiga tashaladi. U oldini ham ko'rmaydi, orqasini ham orqasimizni bilamiz, bosib kelgan yo'llarimizni, lekin oldinda qanaqa labirint, xuddiki sichqoncha yo'lni boshida, yo'lni oxirida ser yokida gul turadi-ku, uni olish uchun bilasizlarmi, har xildaqa yo'llardan
boradi o'sha gulni olish uchun. Unda to'siqlarga ham uchraydi yokida ochilib ketgan yo'llardan ham osongina o'tib olishi mumkin. Bunda qachon biz ochiq yo'llardan yurishimiz mumkin? Qachonki ilmimiz bo'lsa, qachonki biz ilmli bo'lsaylik, o'sha bosib o'tgan insonlar yo'lidan ibrat chiqarsaylik, ulardan o'rganib, ularni harakatini anglab, fahmlab olsaylik, bizni u labirintlardan chiqib, Allohni o'zi bizga atagan go'zal tuhfasini olishimiz oson kechar ekan. Mana shuning uchun men xohlaymanki, bu dunyoda jamiki insonni, umuman 2026-yilda jamiki o'zbek xalqini, elatini, hammalarini, ayollarni o'qimishli, ilmli ayol bo'lishlarini va buni manfaati juda keng va qamrovli, juda katta ekanligini bilishlarini juda xohlayman va bu ilm bilan sizlar bilan vaqtiki asta-asta ulashib bormoqchiman. Ilinib bormoqchiman va bundan foydalaning, mazza qiling, yechimini toping. Ko'rishguncha xayr.